Assalomu alaykum o'zbek futbolining ixlosmandlari, Milliy bom kanaliga xush kelibsiz. Ayni damda like-larini bosayotgan obunachilarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Eng so'nggi futbol yangiliklarini o'tkazib yubormaslik uchun pastdagi obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Siz tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. FIFA kunlarida milliy jamoalar ishtirokidagi o'yinlar o'tkazilishi bois Superligada 2 hafta tanaffus yuzaga keldi. Dinamo jamoasi esa O'zbekiston Kubogi nimchorak final doirasida 8-iyun kuni Lochinga qarshi muhim bahsda maydonga tushadi. Klub matbuot xizmatining xabar berishicha, ushbu o'yinga tayyorgarlik doirasida Dinamo 3-iyun kuni Samarqandda Jizzaxning Sug'diyona klubiga qarshi o'rtoqlik o'yinida maydonga tushadi. Uchrashuv soat 19:00 da boshlanadi. Andijon jamoasi esa 27-may kuni Super Kubok o'yinini o'tkazgandan so'ng qisqa muddatli hordiq chiqarmoqda. Keyingi turni 13-iyun kuni Burgutlar safarda Buxoroga qarshi o'tkazadi. Klub matbuot xizmatining xabariga ko'ra, oraliqdagi kunlardan unumli foydalanish maqsadida jamoa a'zolari Tojikistonning Xo'jand shahrida yig'in o'tkazadi. Maksim Shativskix boshchiligidagi klub 31-may kuni Xo'jandga jo'nab ketadi va u yerdagi mashg'ulotlar 12-iyunga qadar davom etadi. Shuningdek, u yerda bitta o'rtoqlik uchrashuvi o'tkazilishi rejalashtirilgan. Agentga markaziy himoyachisi Sardor Rahmonov olmaliqliklar safini tark etdi. 30 yoshli himoyachi joriy mavsum 8 o'yinda ishtirok etdi. 2019-yildan buyon Olmaliq klubida o'ynayotgan futbolchi jamoa safida jami 179 o'yin o'tkazgan va 11 ta gol urgan. Transfer Market portali uni 600 ming yevroga baholagan. Tez orada uning yangi jamoasi ma'lum bo'ladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Milliy bomdan uzoqlashmang. Siz kutgan va bilishni xohlagan ma'lumotlar hali oldinda. Sog' va salomat bo'ling.